Klientim telefon qilib o'zlarining xohishlarini menga aytdilar va men ularning xohishlarini inobatga olgan holatda ularga uylariga mos tushadigan va didlariga mos keladigan gul kompozitsiyasini yasab berdim. Qaranglar qanaqa chiroyli chiqdi. Bu gul har xil gullardan tashkil topgan bo'lib, uy dekoratsiyasini juda ham chiroyli qilib ochib beradi. Iltimos, o'zingiz dastavka qilib bering dedilar. Bo'pti, o'zim olib beraman deb gulni dastavka qilib olib borib, uylariga joylashtirib berdim. Men bilan gaplashganlaridan keyin, "Voy, meni bog'cham bor, bog'chadagi xodimlarimga chiroyli galalaringizdan jo'natib yuboring" dedilar. Uyga bordim, sirrazi 10 ta ifor taratuvchi asal kalali komplektlarimizni dastavka qilib chiqarib yubordi. Yana bitta klientim telefon qildilar va anorli komplektingizdan chiqarib yuboring dedilar. Keyin bitta lolali chiqaraman sizga. Hali rosa xursand bo'lasiz. Akvariumda toshlari bor desam, unda hammomimga ham bitta qo'shib yuboring dedilar. Va yana bitta hammomlarini rasmini ko'rgan holatda dekoratsiyasiga mos tushadigan chiroyli kompozitsiyamdan jo'natib yubordim. Sizlarni ham uyingizga mos kompozitsiya tanlash kerak bo'lsa, nomerimni saqlanib qilib, Telegramdan yozinglar yoki telefon qilinglar. 24/7 ishlaymiz va hayitgacha dastavkalarni yetkazib beramiz.